Assalomu alaykum hammaga. Welcome back to my channel. Bugun gaplashadigan mavzuyimiz Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar, kelishmovchiliklar va o'rtada kechayotgan muzokaralar haqida gaplashamiz. 2022-yili Rossiya Federatsiyasini boshlagan Special Military Operation maxsus operatsiyasi boshlanishi bilan dunyoda bir hozirda shunaqa bir kelishmovchiliklar chiqib kelib qolganki, ba'zi bir siyosatchilarni yoki davlat rahbarlarini aytishi bo'yicha bu 3-jahon urushini boshlanish bosqichlari deb ta'bir qilingan. Endi ma'lum bir davlat rahbarlarini ko'radigan bo'lsak, 3-jahon urushi o'zi o'sha Special Military Operation bilan o'zi boshlanib bo'lgan deyishgan bo'lsa, ba'zi birlari biza o'sha 3-jahon urushini arafasidamiz, eshigida nok-nok qilib turibmiz degan iqtiboslarni berishgan. Endi 2024-yil dekabr oyida Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tgan saylovlardan keyin butun bir dunyoni ko'zi Amerikani 47-prezidenti Donald Trampda edi. Hammani nazarida nafaqat amerikaliklarni, balki butun dunyo bo'ylab именно Rossiya Federatsiyasida shunaqangi bir tahlillar yurgandiki, Donald Trampni prezident bo'lishi bu Ukraina Rossiya urushini to'xtashi, Yaqin Sharqdagi urushlarni to'xtashi va ko'proq iqtisodiy muammolarga e'tiborni qaratilishi deb nazarga tutilgandi. Chunki bu saylov oldidagi va'dalar va saylov oldidagi asosiy qo'yilgan ustuvor masalalar shu edi. Ya'ni AQSh prezidenti, hozirdagi prezidenti Donald Trump saylovlar oldi bu ikki davlat o'rtasidagi urushni 24 soat ichida tugatishni va'da bergandi va Yaqin Sharqdagi va qolgan urushlarni ham juda ham qisqa muddatni ichida to'xtatib, o'sha vaqtdagi, ya'ni 22-yil Rossiya Federatsiyasini operatsiyasini boshlashiga sabab o'sha vaqtdagi hukumat, ya'ni Joe Bidenni ayblagandi. Lekin ko'rishimiz mumkinki, 25-yil yanvar oyidan beri hukumatni qo'lga olgan Tramp nafaqat 24 soat ichida, balki undan keyin o'zini qo'ygan muddati 3 oy, ya'ni 100 kun ichida ham urushni to'xtata olmadi va shundan beri mana ko'rishimiz mumkin, hozirda 2026-yil yanvar oyidamiz va bu urush nafaqat Rossiya Ukraina o'rtasida, balki jahon miqyosida yana ham kengayib ketishni boshlagan. Prezident Tramp saylovlarga g'olib chiqqandan beri ko'radigan bo'lsak, oddiy Shimoliy va Janubiy Amerika o'rtasida Amerika Qo'shma Shtatlari Venesuela bilan kelishmovchiliklari bu bitta muammo. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirda NATO davlatlari, Yevropa davlatlari bilan Grenlandiya ustidagi kelishmovchiliklari bu ikkinchi masala. Eronga Isroilning hujumi va Amerikani Eron tomonidan Eronga hujumi bu uchinchisi. Keyin Ukraina masalasi hali ham yechilmasligi bu to'rtinchi masala va undan keyin o'sha yana Yaqin Sharqdagi Afrikadagi davlatlardagi kichik urushlar va uzoq sharqdagi, ya'ni uzoq sharqdagi Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi kelishmovchiliklar yana ham jiddiylashishini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni ko'rishimiz mumkinki, prezident Tramp prezidentlikka kelgandan beri muammolar doubled up, tripled up, ya'ni qancha ko'paygan sari ko'payyapti, lekin u kamayish darajasini umuman ko'rganimiz yo'q. Hozirdagi mana bugungi holatdan kelib qaraydigan bo'lsak, Joe Bidenning davri prezidentlik vaqtida ham bo'lmagan ishlar bo'lib ketdi. Rossiya Federatsiyasiga nisbatan bugungi mavzuni mohiyati asosan Amerika va Rossiya Federatsiyasi bo'lgani uchun ko'rib o'tishimiz mumkinki, oxirgi 12 oyning ichida, oxirgi 6 oylik desak ham bo'ladi,
Rossiya Federatsiyasiga 2 marta judayam jiddiy zarba berilgan. Ya'ni ulardan bittasi 2025-yil may oyida Rossiyani atomli bombalar turgan bazalari va o'sha atomli bombalarni naqa qiladigan aircraft carrierlarni dronlar orqali hujumga o'tilishi bu judayam nima deydi, katta escalation, ya'ni urush qadamma-qadam kuchayib boradigan bo'lsa, bu nima deydi, umuman keragidan ortiq darajada ortiqcha qadam bo'lib ko'rildi Rossiya Federatsiyasi tomonidan. Nafaqat Rossiya Federatsiyasi tomonidan, o'zi umuman atomli bombaga ega davlatni atomli bomba tashuvchi samolyotlariga hujum qilish, bu o'sha davlat, ya'ni atomli bombani qo'lda ushlab turgan davlat tomonidan yadroviy bomba bilan javob qaytarishidagi situatsiyaga olib kelib qo'ygandi. Lekin Rossiya bunga o'sha holatga yadroviy bomba bilan yoki undan o'shanga teng holatda javob qaytargani yo'q, balki javob qaytarganida hozir 3-jahon urushini ko'rib bo'lgan bo'larmidik, boshimizdan kechirgan bo'lardik. Endi ikkinchi qadamni ko'radigan bo'lsak, ikkinchi qadam bu o'sha naqani bu ham prezident Tramp davrida kuni kecha bo'lib o'tdi. 2025-yil dekabrning oxirida 26-yilga o'tar 26-yilga bir necha kun o'tar o'tganda Novgorod region, ya'ni Novgorod viloyatidagi Putinni qarorgohi turadigan joyi Command Center for Nuclear Weapons, ya'ni atomli bombalarni buyruq berib uchiradigan Putinni uyiga dronlar orqali Ukraina tomonidan va keyinchalik aniqlandiki, bunda MI6, Buyuk Britaniyaning razvedkasi va CIA, Amerika Qo'shma Shtatlarining razvedkasini aloqadorligi aytib o'tildi. Ular orqali Putinni turgan uyiga hujumga o'tilganligi dronlar orqali videoda ko'rib o'tishimiz mumkinki, Rossiyani naqalari top military leaders, ya'ni armiyasidagi komandirlari Amerika Qo'shma Shtatlariga evidence, ya'ni isbot dalillarni keltirib berishdi. O'sha dronlardan olib qolingan qanaqadir sxemalarni berishdiki, shtobi bu o'sha chet razvedkasi MI6, CIA razvedkalar tomonidan uyushtirilgan, Ukrainaga yordam berilgan va Putinni o'zini uyini nishonga olinganligi, u faqatgina Rossiya Federatsiyasining prezidenti Putin uyi bo'lib qolmasdan, balki o'sha atomli bombalarni buyruq beradigan, ya'ni buyruq beradigan command center ham hisoblanishi ta'kidlab o'tildi. Endi hozirgi holatga keladigan bo'lsak, dunyo 3-jahon urushi arafasida kelib qolgan. Endi qanchalik Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi urush atomli urushga olib keladi, bu hali erta, chunki shunaqa bir voqealar bo'lib o'tdiki, hammasiga Rossiya Federatsiyasi hukumati vakillari tomonidan sabr bilan yondashilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Agar unday bo'lmaganda yadroviy atomli urushni biz allaqachon ko'rgan bo'lishimiz kerak edi. Buni yana bitta misolda keltirib o'tishimiz mumkinki, Ukraina tomonidan Rossiyaning Kursk viloyatiga Jo Bayden prezidentligi davrida hujumga o'tilganligi, bu ham yana bir escalationni keyingi pog'onasiga chiqilgan edi. 30 mingga yaqin Ukraina va chet elli foreign mercenary deydi, yollanma askarlar tomonidan
Rossiya Federatsiyasiga e, hujumga o'tilgan. O'sha vaqtni o'zida e, agar shoshar davlat bo'lganda yoki e, bir keskin chora ko'rganda Rossiya Federatsiyasi balki atomniy bomba ishlatib yuborgan bo'lardi. Oxirgi paytdagi xabarlarga qaraydigan bo'lsak, mana 4 yil 2 oy kam 4 yil bo'ldi. Bu Special Military Operation Ukraina hududida bo'lib o'tayotgan operatsiyada millionlab askarlar o'lib ketishdi. Ikki tomondan ham Rossiya Federatsiyasi va Ukrainadan va yollanma askarlar butun dunyodan foreign mercenaries. Endi bu yerda kichkina rasmda qaraydigan bo'lsak, in a small picture we always call it Rossiya Ukraina urushi, lekin katta rasmga qaraydigan bo'ladigan bo'lsak, bu yerda ikki tomon, ya'ni Western countries, g'arb davlatlari, Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya va Rossiyani orqasida ma'lum bir tomondan Rossiyaga yordam berib turgan davlatlar o'rtasidagi urush desak bo'ladi. Chunki agar bu urush faqatgina Rossiya bilan Ukrainani o'rtasida bo'lib o'tadigan bo'lsa, bu urush boshlanishidan oldin o'sha 2022-yilning boshidayoq bir necha kunlar davom etadigan urush hisoblanardi. Ko'rib o'tishimiz mumkinki, hozir butun dunyoni oxirgi 4 yildan beri butun dunyodagi zaxiralar, qurollar mana shu frontda Ukrainani yerlariga tashlab ishlatilmoqda. Lekin hozir mana shu urushni davomida ko'rib o'tishimiz mumkinki, urush endi yangi texnologiyalar bilan ishlatilmoqda. Yangi texnologiyalar bilan olib borilmoqda. Amerika oxirgi vaqtlarda Ukraina Rossiya o'rtasidagi urushdan o'zini e'tiborini ancha olib qochganini ham ko'rishimiz mumkin. Ma'lum bir tomondan vaziyat keskinlashyapti. O'sha Putinning qarorgohida to'g'ridan to'g'ri hujumga o'tilishi, keyin may oyida Rossiya Federatsiyasining yadroviy qurollarini tashuvchi samolyotlarga, planelarga hujum qilinishi, bularni bir keskin yo'nalish deb qarasak bo'ladi. Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, Amerika bu urushdan o'zini olib qochayotgandek, ko'p e'tiborini bermayotganda ham ko'rsatayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana oxirgi vaqtida o'rtada faqat bu masalani yopadigan bir tomon bo'lib qarab o'zini ko'rsatyapti va buni ko'proq yevropaliklarga, Yevropa davlatlariga, g'arb davlatlariga qoldirayotganini ko'rishimiz mumkin. Harbiy va moliyaviy tomondan, ya'ni Yevropaga, NATO davlatlariga aytyaptiki, biz Amerika Qo'shma Shtatlari qurol-yarog'ni yetkazib beramiz, qachonki sizlardan pul olsak. Endi o'sha oldingidek prosta qurol-yarog' berish yoki milliardlab pul berish, bu narsani to'xtatamiz. Agar sizlar lekin bizaga Yevropa to'laydigan bo'lsanglar, sizlarga qurol-yarog' sotamiz. Undan keyin Yevropa davlatlari qurol-yarog'larni Ukrainaga yetkazishi mumkin degan masalani o'rtaga tashlagan va o'zini e'tiborini Yaqin Sharqda va o'zini Monroe Doctrine, ya'ni Shimoliy va Janubiy Amerika mintaqasida ko'proq qaratayotganini ko'rishimiz mumkin. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 3-jahon urushiga qarab yaqinlashilayotgani davlat rahbarlari, olimlar va siyosatchilar tomonidan qayta takrorlanyapti. Endi hozirgi holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari bu urushga qaysidir tomondan tayyorlanayotgandek ham ko'rinadi. Chunki davlat budjetini yana 1.5 trilliard dollarga oshirilganligi